Deyman, qanaysan? Men yaxshi ko'rgan qizchani otasi meni cho'qirdi. Ha, bor gaplash. Yo'q, u Qarako'ldan-ku. Sen Qarako'ljan bilasan-ku. Ha. Men bilan birga bor. Undi. Ha, davay, yur. Ana shu. Nima deyishim kerak? Nima desang ham ko'ndirsang bo'ldi. Men u qizni ham yaxshi ko'raman. Qizim, qaraqan kimdir keldi. Qaraqan. Bugun mazan olib ketaman. Ey, qisib o'tir, men ham kelaman. Assalomu alaykum, singlim yaxshimisiz? Xudo bobo borlan. Xudo bobo. Tur ket bu yerdan. Xo'sh, nimaga keldinglar? Biza Qisib o'tir. Shu desangiz, Xudo bobo biza qizingiz qo'yilni so'rab kelardik. Ikkovingmi? man sevaman uni dadajon. Qisib o'tir. Jiram, qizingiz sevib qolibdi. Ha, ana. Nima ish qilasan? Dadajon, men shahar obob. Jiram, gapni o'zi aytdi. Qisqa qilib aytganda bo'qmoqshimda. Ha, borini boricha aytasan. Sen tarafingni olib turma. Gapni o'zi aytdi? Qizimni qanday boqmoqchisan? Xudo bobo, halol mehnatda aybi yo'q, o'zingiz bilasiz. Yomon mehnatkash bir chibir ishlaydigan bachalardan bu. 24 yetdi shaharda bo'qlar u yerdan bu yerga toshiydi, bu yerdan u yerga toshiydi. Qisqa qilib aytganda, qizingiz shu bo'qni ketdan boqmoqchi. Bersangiz ham shunga berasiz, bermasangiz men magazinda ishlayman. Sen bachani bir gaplaring lekin menga yo'q etibdi. Jaydar bir o'zimizga o'xshagan bacha ekaning lekin. Sifati Ko'p martaban uyalaman. Nima uyalasan? Unda shu desang, jiyan, qizimni senga bersan. U jo'ram niyat qilganda qanday bo'larkan? Menga jo'rang yoqmadi. Menga sen yoqding. Manda jo'ra nima qilsin, dadajon? Hayotda siz rozi bo'lmasangiz ham dadajon rozi bo'ldilar. Dadajoning nuri. Menga ham to'lab olgan qarzga oyligim chiqqanda beraman jo'ra. Bo'pti, Boburga beraman, sizlar beringlar 70 ming. Jo'ra menga qarz berib tur. Nimaga? Elektr taksisidan foydalanib qolay. Qara, yangi uchi hamma narsa 119 ming ekan. Qolgan hamma narsa 99 ming ekan. Ha, bo'pti, beraman. Qachon berasan? 2 kunda beraman, oyligim chiqsin beraman. Qara lekin, Bobur. Yo, beraman jo'ra. Berasan? Ha, bo'pti, ol. Chapan kastim shundan nimasi Bobur, 2 kunda qaytaraman degansan, ha? Qaytaraman. Qaytaraman jo'ra, aniq qaytaraman. Bobur 2 kunga pul olgan deyman men. Jo'ra 2 oy bo'lyapti, hali bermadi. Ezvording bor-ku, 2 oydan beri ezvording. Men ko'ylagingni yechib beraymi buni ham? Ichimdagini ham yechib beraymi? Savo bergansan. Yechib beraymi? Uyga boray yechib beraman. Shunday demoqchimisan? Shunday demoqchimisan? Shantajlik qilib pulingni so'ramoqchimisan? Men o'zimni pulimni so'rayman, bergan pulimni, Bobur. Sen shantajlik qilyapsan. Bergan bo'lsang berding. Xo'p, nima qilay? Yechib beraymi? Yo, tavba, pul so'raganda muloyimgina balaydi-ku. Chapan kastim shundan nimasi yaman Ha dada, yuribmizda mana Rossiyaga ishlab. Nima gap o'zi? 27-da to'yingni belgiladik. Mani nima xabarim yo'q? Mana aytayapman-ku. Ha, qiz kim o'zi? Bilmasam, onang topgan kelsang ko'rarsan. Men qara ko'r. Yana to'ying kuni kelib o'tirma, hay, ertaroqqa bir yo'nib po'nib, tovon-povaning qirib olarsan. Mayli bo'pti. Ko'rmagan qizimga qanaqa o'ylanaman? O'g'lim, kelin, yashayotganlaringga 5 yil bo'ldi. Qachon turmush qurasizlar? Biz hali katta hayotga tayyor emas edik. Odam yashab ko'rmaguncha bir-birini bilmas ekanda, bir-birimizning kamchiligini to'rib, bir-birimizni o'rganib, bilganimizdan keyin ana to'y qilib turmush qilsak bo'ladi. Ha, mayli. Bu bolalaring qayerda, nevaralar? Past o'ynashmoqda. Qanchalik o'ynashga ketishidan. Bo'pti, shular oldiga bora qolaman. hayat şaşırtır zaten Bacham, qara o'tiraverasizmi? Yo'q.
O't nimani olib kel? O't. Nima? Hozir. O't nimani olib kel? O't nimani olib? Nimani olib borish kerak o'zi? Nima u? O'zi qanaqa? Dada, mana olib keldim. Nima bu? Lapatka? Lapatkada mi qo'parib bilammi? Ha? Mi qo'parib bilammi? Ha? Aytmadi-ku dada, mi qo'paradigan olib kelib. La mi rasvo bo'ldi. Bacham, o't nima olib kel? Buni qo'qaylik.